Xalqaro imij dedingiz, ya'ni O'zbekistonning imiji yana ham yaxshilanishiga xalaqit berayotgan ba'zi bir jihatlar bor. O'zbekiston degan davlatni ba'zida bilmay qolishadi dedingiz hozir. Bu to'g'ri-da, masalan. Endi shu imijni yaxshilash uchun nima takliflaringiz bor? Xo'p, O'zbekistonning imiji yomon degan narsa fikr berganim yo'q. O'zbekistonning imiji yaxshi, qattaki targ'ib qilgan bo'lsa, mani fikrim O'zbekistonni yanada ko'proq tanitish kerak. Ya'ni o'sha xalqaro telekanallarda, xalqaro YouTube kanallarda boshida bu narsa qilinayotdi, pandemiyadan keyin sal to'xtab qoldi. Mana o'sha 17-chi, 18-chi, 19-chi yillarda bu massiviy bo'ldi va butun dunyo sumalak partiyalar bo'ldi. Katta 10 tonnali oshlar qilindi. Bu narsa bizning imijimizga zo'r. O'zbekistonning fishkasini topildi, o'sha sumali, osh, Navruz, milliy qadriyatlarni xalqaro darajaga olib chiqish. Mana shu narsalarni yana rivojlantirib olish kerak. O'zbekistonga ko'proq turist olib kelish kerak. Qancha ko'p turist bu yoqqa kelsa, shuncha bizning imijimiz taraladi. Oddiy misol, yaqinda men Germaniyada aeroportda turganimda, O'zbekistonga ketmayotgan bo'lsam ham, meni o'zbekligimni, video olayotganligimni ko'rib, ketayotgan odamlar, biz O'zbekistonga ketyapmiz, siz ushatlimisiz? Biz 1 yil oldindan joylarni bron qildik. Keyin men savol berdim, nega ketyapsizlar deganda, birinchidan juda arzon, ikkinchidan ekzotika deyapti. Ya'ni mana shu O'zbekistonni ekzotika taraflarini ko'rsatib berish kerak. Shu milliy kiyimlar, sumalik, osh, kerak bo'lsa o'zimizning sho'rva, masalan, bizning sho'rva boshqa joyda yo'q. Uyg'urlarda bor, Uyg'urlar ham pashti o'zbek deb hisoblayman. Turkiy. Endi bizga eng yaqin tili, eng yaqin bo'lgan xalq bu Uyg'urlar. Turistlar uchun qanchalik jozibadormiz o'zi? Masalan, agar uni imijini yaxshilab, PR-ni zo'r qilsak. Bizda chunki ko'proq tarixiy emasmi? Asosiy jalb qiladigan jihatimiz. O'sha sizga islom turizmi masalan. Bizda aynan turizm deganda nima turizm? Bizda qilmoqchi bo'lishdi, masalan, o'sha kazinolar ham ochish kerakmi deb o'ylab qolishdi bir. Men buni kerak emas deb o'ylayman, biz unga mos emas biz. Milliy ongimiz ham, qadriyatlarimiz ham to'g'ri kelmaydi. Bizda asosan men aytayotgan sizga turistlar ham yosh katta turistlar edi, ya'ni 50+, 40+ turistlar bizga keladi. Nimaga? Ular o'sha tosh, turpoq, qal'a, o'sha shahar, bozorlarni ko'rishi mumkin. Biz qanaqa turizmni rivojlantirsak bo'ladi? Aytganingizdek, islomiy, ya'ni diniy turizmni rivojlantirsak bo'ladi. Bizda Imom Buxoriy bor, bizda juda ulug' allomalar bor, yuzlab allomalar bor va undan ham tashqari bizda boy qadimiy tasavvufiy madaniyat bor. Biz agar Naqshbandiylikka, o'sha Hakim Termiziy yo'nalishini yoki Kubraviylik, Yassaviylik, umuman mana shu tasavvuf va tariqatlar turizmiga ahamiyat bersak, millionlab odam keladi. Chunki dunyoda 100 millionga yaqin shu sufiylik, tariqat yo'nalishidagi insonlar bor, Hindistonda ham, Yevropada ham, Amerikada ham, butun dunyoda. Va ularni oqim bo'lib o'sha ibodat ijob maskanlarini kelib ko'rishi, o'sha yerda qanaqangidir o'zini nima deydi, zikr halqalarini qiladimi, o'zini urf-odatlarini, qanaqangidir bir rituallarini bajarishini bizga hech qanaqa zarari yo'q. Bizning jamiyatimizga faqat pul olib keladi bu narsa va bizani brendimizga aylanadi. Butun dunyodan oqim doim odamlar kelib turaveradi. Oddiy misol Turkiyadan ham, agar shu Hindistondan ham, Hindistonda bilasiz 150 millionmi, 200 millionmi musulmon bor, 150 million. Mana shu 150 million insonni kamida 10% shu tasavvuf yo'nalishida ekan. Chunki Boburiylar aytgan Naqshbandiylik olib borib yoygan va hozir o'tda bu narsa traditsiya. Va o'tda mana Boburni yurti deb Andijonni ham qilsa bo'ladi. Mogul deb aytgan, o'zi aslida mogul emas, bular o'zbekligini. Umuman biz tarix turizmini ko'proq sota olamiz va diniy turizmni ko'proq sota olamiz. Yana nima sotishimiz mumkin? Bizlarni bilasiz, ko'p tog'larimiz bor, baland tog'lar, chang'i turizmini rivojlantirish kerak. Oxirgi yillarda bu problema emasmi? Yo'q, naborot, mana Amirsoy, undan keyin hozir Beldarsoy qurildi, hozir yana qurilyapti. Keyin faqat Toshkentda emas, Zominda qilish kerak, Jizzaxda. O'zdan muzlagan tog'lari bor. Keyin Samarqandning tepasidagi tog'da va Shahrisabzni tepasidagi tog'da ham 4 ta hududda bu narsa rivojlantirilsa, qishda bilasiz chang'i bor-ku, mana qor. Qorda birinchi bo'lib o'sha hali erimagan, ya'ni bosilmagan qorda chang'i o'tish moda. Mana har doim hali hech kim bormagan paytga borish pik sezon hisoblanadi. Va o'sha eng qimmati bo'ladi. Mana shuni tikketni eng qimmatga sotsak bo'ladi. Oddiy sizga Qirg'iziston, Tojikiston, Qozog'istonni mayli, Qirg'iziston, Tojikiston ham chang'i turizmida Yevropani ko'chirib olib kelgan. Butun arablarni ko'chirib olib kelgan. Masalan, ko'pchilik biz mensimaymiz, chunki o'zbeklar bizda kam deb. Aslida chang'i turizmiga mana Yevropada men yaqinda ham borganimda joy yo'q edi birorta gastitsada.
chang'i turizmi uchun joy yo'q va gostinitsalar $300 dan qimmat edi. Ya'ni zo'r biznes. Umuman kemani safari biznesi ham bizda rivojlanmagan. Bizlarning hududimizda 70% cho'l. Cho'ldan tayyorlash kerak. Men o'zim yaqinda Zarafshonga bordim. Juda jozibali bo'ladi agar. Zarafshonga bordim. Birorta safari yo'q va cho'limiz ham tayyor emas. Hamma yoq pet butilka, hamma yoq axlat qilib tashalgan va hamma yoqda anaqalar o'sib yotibdi, masalan, qanaqangi o'tlar, hashiylar, chalapulchi butalar o'sib yotibdi. Cho'lni uning uchun tayyorlash kerak. Qanaqangidir joyi topib turib, o'sha daraxtsiz joyda mashina haydash, pradolarda haydash yoki o'sha kvadritsiklarda haydashlarga, ya'ni safari turizmni ham bizda rivojlantirsa bo'ladi. Lekin bizda eng zo'r rivojlantiradigan turizm bu biznes turizm bo'ladi. Biznes turizm, budjet turizm deb hisoblanadi. Hozir ko'ryapsiz, prezidentning boshidagi bergan takliflari bilan hamma yoq hostel, hotel bo'lib ketdi. Va ular asosan yulduzsiz hostel va hotellar. Ularga kim keladi? Biznes turistlar keladi. Biznes turistlar nimaga keladi? Bu yerdan tovar qidirib keladi. Shu O'zbekistonda tovarlarni, quruq meva, ho'l meva, o'sha trikotaj, mana qurilish material hozir kuchayib qoldi. Plastmassa mahsulotlar, xos tovarlar, keyin suvenirlarni reklama qilib, butun dunyodan выставkalar o'tkazib, davlat shu ko'rgazmalarni moliyalashtirsa, qanaqandir fondlardan pul ajratib bersa, ko'p biznes turistlar kelsa, bu faqat foyda bo'ladi. Nimaga? Biznes turist ko'p kun yuradi bu yerda. Va u bozorma-bozor yuradi, u aylanadi va u ertaga pul tikishi mumkin. Ertaga yo'q xaridorga aylanadi. Ya'ni sizni molingiz olib chiqib ketadi, ekspertiz ko'payadi. Yoki investorga aylanadi. Bu yerga pul tikib, sex ochadi, uy quradi, turizm maskani ochadi, gostinitsa ochadi, u sizga pul olib keladi. Eng kamida yashab ketgani uchun pul olib qolamiz-da. Shunaqa.